Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Gollandiya Uyg'ur Kişilik Huquq Fondi Ma'rif va Tashviqot bo'limi tomonidan tayyorlangan Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun fe'llarning zamonlaridan bo'lgan o'tgan zamonni o'rganib o'tamiz. Ya'ni o'tgan zaman verleden tijd. Ya'ni o'tmishda o'tib ketib bo'lgan, yuz berib bo'lgan ishlarni tasvirlashda ishlatiladigan zaman turi. Verleden tijdninki Golland tili grammatikasdagi o'lchamlik atılışı onvoltooide verleden tijd qisqartirilib OVT deb ataldi. Latincha atılışı imperfectum. Yani mush grammatik atalgılarning latincha atılışımı normalda maktablarda xili ko'p ishlatildi. Shunga bu darsimizda latincha atılışını ham qatib qo'ydik. Yani biz o'tgan soatlik darsda hozirgi zamonni o'rganib o'tib, hozirgi zamonni turlagan vaqtimizda oldidan sistemni keltirib chiqish fe'lning tomiri, uning keyindan ikkinchi, uchinchi shaxs barliq birlik shakllari, sistem qo'shilgan tey, ko'plik shakllari, fe'lning ko'plik shakli sistem qo'shilgan an bo'lganligini o'rganib o'tgandik. Endi o'tgan zamonni turlagan vaqtimizda fe'llarningki birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs barliq shaklninki birlik o'tgan zaman shakli o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu o'tgan zamonga sistemning keyiniga t yoki d so'zini qo'shish orqali yasaymiz. Barliq birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs ko'plik shakli o'xshash bo'ladi. Buni sistemning keyiniga tin yoki dinni qo'shish orqali yasaymiz. Yani bir misal, yani mesela ik bir fe'lninki birinchi shaxs birlik shaklini yasash uchun sistemning keyiniga t, d, yani ikkinchi, uchinchi shaxsga o'xshashlar sistemning keyiniga t yoki d, barliq ko'plik shakli tin yoki din. Undan qanday ahvol ostida t qo'shimiz, qanday ahvol ostida d qo'shimiz, qanday ahvol ostida tin yoki din. Buni tafsiliy o'rganib o'tamiz, ya'ni o'tgan zamonni turlash. Bunun qoidasi agarda fe'lning tomiridagi, ya'ni sistemdagi oxirgi harf sizlar hozir ekranda ko'rgan uzuk tovushlarning birasini o'z ichiga olgan bo'lsa, ya'ni k, o, f, t, s, s, h ikkisi bir qo'shma uzuk tovush p. Jami mushu 7 xil uzuk tovushning birasini o'z ichiga olgan bo'lsa, u holda undaq fe'lning o'tgan zaman shakliga birligiga t qo'shimiz, ko'pligiga tin qo'shimiz. Gollandiyaliklar mushu 7 uzuk tovushni oson esda saqlash uchun ikki xil so'z qurilmasi tuzib chiqqan, ya'ni Hetkovskip yoki soft ketchup deb. Bu ikkisidan qaysini ismini tutib olsanglar mayli, soft ketchup yoki Hetkovskip. Bu faqat mushu 7 uzuk tovushni esimizda saqlash uchunla birlashtirib tuzib chiqilgan bir so'z birikmasi uchun. Qaysini ismini tutib olsanglar bo'ldi. Qisqasi mushu sistemning eng oxirgi harfi mushu 7 uzuk tovushning birisi bo'lib qolsa, u chaqda birligiga t, ko'pligiga tin qo'shimiz. Masalan, werken, xizmat qilmoq degan ma'noda buni burun o'rganib o'tgandik. Buningki sistem werk. Werkning eng oxirgi harfi k mush kovskipning ichida bor. Mana birinchi harf shu. Shunga buningki birligini yasagan vaqtda keyiniga t qo'shib, shunga ik verekdi, yay verekdi, hay verekdi, zay verekdi. Buning ko'pligi tin qo'shimiz verektin, shunga vay verektin, yuli verektin. Yana bir misal praten, gap qilish, paranglish degan ma'noda. Buning sistem prat, eng oxirgi harfi tey. Tey yana kovskipning ichida bor, tey. Shunga buning birligiga pratı, ik pratı, yey pratı, hay pratı, zey pratı. Köplüki vey pratin, yuli pratin, z pratin. Endi agar bu eng oxirgi tomirning eng oxirgi harfi bu kovskipning ichidagi bu 7 uzuk tovushning birisi bo'lmaschu, unda ahvol ostida birligiga d qo'shimiz, ko'pligiga din qo'shimiz. Masalan, leren, buning sistem ler, eng oxirgi harfi r,
er bu 7 üzük tavuşunun içinde yok. Şuna birliki lerdi, iklerdi, yeylerdi, heylerdi, zeylerdi degandek. Köplüki din qo'shimiz lerdin, veylerdin, yulilerden. Yeni bir misal. Wo'nin, bunun stam won, en ahir harfi en bu köpsüqipnin içinde yok. Şuna birlikiga d qo'shimiz, şuna won'di, ik won'di, yey won'di, hey won'di degandek. En köplüki won'din. Yani ötken zamanni türleş qoidasi mushu bek ta'sis emas. Unda asobi ötken zamanni qanday vaqt ishlatamiz degan vaqtda ismidan chiqib turdi ötken zaman. Şu hozir bilan bevosita munosabatda bo'lmagan o'tmishdagi ma'lum bir vaqtda yuz bergan ishlarni tasvirlashda ishlatamiz. Masalan, men kichik vaqtimda undaq qilatdim, bundaq qilatdim degandek. Masalan, men kichik vaqtimda Urumchi turatdim. Tuni klein was wohnte ich in Urumchi. Yani kichik vaqtimda men Urumchida turatdim deb. Burun kichik vaqtimizdagi ishni ifodalagan bo'lg'achqa masalda wohnte ich wohnte deb kelyotdi. İkinci xil işletish usuli o'tgan zaman nurg'un vaqtlar ilgari yuz bergan bir ish harakatni yoki bir qancha minut ilgari yuz bergan bir ish harakatni tasvirlashga bo'ldi. Masalan, 20-30 yil yoki 2-3 minut oldidagi ish harakatni, lekin bir shart shu ish harakat oxirlashgan vaqt bilan hozirgi vaqt o'tirsa, cho'qim ma'lum bir araliq bo'lishi kerak. Yani bu araliqning qanchalik bo'lishi pek muhim emas. Yani 20 yil oldidagi ish olamdi yoki 2 minut oldidagi ish olamdi. Bo'laverdi, lekin cho'qim bir araliq bo'lishi kerak. Masalan, he studerdi in Amsterdam. Masalan, o Amsterdamda o'qiydi. Biz bu yerda masalan he studerdi 20 yil qiladi in Amsterdam. 20 yil oldin Amsterdamda o'qiydi yoki he studerdi in week qiladi in Amsterdam. Bir hafta oldin Amsterdamda o'qiydi. Desekmi, mayli uzun araliq qo'lamdi yoki qisqa araliq qo'lamdi bo'laverdi. En ik woonde vroeger in Nederland. Men burun Hollandiyada turatdim. Yoki mesela ik ging gisteren naar Amsterdam. Men tünügün Amsterdam'a bordim. Yoki ik ging 10 yil geleden naar Amsterdam. 10 yil oldin Amsterdam'a borgandim. Qisqasi 10 yil oldidagi mo tünügünkimi yoki 1 soatni oldidagi ishmi. Hammasida ishlasak bo'laverdi, lekin cho'qim bir araliq bo'lish kerak, o'tib ketgan ish bo'lish kerak-chi. Qısqası ötken zaman to'g'ri so'zlaydiganimiz mushunchalik. Endi mushu men bir turkum mush qoidaga tushadigan fe'llarni elib keldim. Hozir shu fe'llarni amaliy turlab mashq qilamiz.